Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Bütün dünya көз tikiyotgan 60-cı növbətlik Münxen Xalqara Xavfsizlik Kengashi yig'ini bugun, ya'ni 16 fevral kuni Dünya Uyghur Qurultayının mərkəzi orqan joylashgan və Germaniyadagi Uyg'urlarning ko'p qismi yerlashgan Münxen shahridagi Bayerischer sarayida boshlandi. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz efendimning ichilish nutqi bilan boshlangan Münxen Xalqara Xavfsizlik Kengashi yig'iniga Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris xonim, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken, Germaniya tashqi ishlar ministri Baerbock, Germaniya davlat mudofaa ministri Pistorius, Ukraina prezidenti Zelenskiy, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Guterres qatorliqlarni o'z ichiga olgan 40 dan ortiq davlatning prezidenti va bosh ministrlari, 100 ga yaqin davlatning vakillari, NATO amaldorlari bevosita kelib qatnashdi. Dolqin Aysa boshchiligidagi Dünya Uyghur Qurultayı vakillarining 16 fevraldan 18 fevralgacha 3 kun davom qiladigan bu qitimqi yig'inning ba'zi bo'limlariga qatnashib-qatnashmaydiganligi hozircha noma'lum bo'lsa-mu, ammo Dolqin Aysa apandim tunji qitim alayda taklif bilan 2023-yili 18 va 19 fevral kunlari chaqirilgan 59 navbatlik Münxen Xalqaro Xavfsizlik Kengashi yig'iniga qatnashib, Angliyaning bosh vaziri Rishi Sunak, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken, Amerika davlat majlisining sobiq raisi Nancy Pelosi, Germaniyaning yezigilik ministri Cem Özdemir, Prag shahrining boshlig'i Zbigniew Herreb qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'plagan yuqori darajalik arboblar va NATO amaldorlari bilan uchrashib, Uyg'ur masalasi haqida suhbatlashish fursatiga erishgan. Dolqin Aysa apandimning bu yig'inda Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris xonim bilan yonma-yon birga o'tirishi kuzatuvchilarning alayda diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'lgan edi. Siyosiy kuzatuvchilar uzun yillardan buyon Dünya Uyghur Qurultayının mazkur yig'inga qatnashish talabini rad qilib kelgan Münxen Xalqaro Xavfsizlik Kengashi tayyorlik komitetining Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqin Aysa apandimni o'tgan yil tunji qitim yig'inga qatnashishga ruxsat qilishini, Dünya Uyghur Qurultayının vakillik salohiyatining xalqaro tarafidan e'tirof qilinishining va Uyg'urlar masalasining dunyo bexatarligiga ta'sir ko'rsatayotgan xalqaro muhim masalalarning biriga aylanganligining ro'shan ifodasi deb qaragan edi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bu qitimqi yig'inga qatnashgan bo'lib, uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Wang Yi mazkur yig'inning 16 fevralki bo'limida so'z qiladi. Analizchilar, navbat Uyg'ur majburiy emgak masalasi Germaniya matbuotlarining va har qaysi sohalarning qiziq temasiga aylanib, bu vaqtdagi talash-tortishlar yuqori pallaga ko'tarilgan bir paytda Wang Yining yig'in jarayonida bu jihatda keskin savollarga duch kelganligini taxmin qilishmoqda. Dünya Uyghur Qurultayı və Xəttərastlik Millətlərini Qoğdaş Təşkilatı bu münasibət bilən mətbuatlarga bergan bayonlarida Wang Yini kişilik hüquq sistemlik deb san qilinadigan davlatga vakillik qiladi deb ko'rsatdi. Hamda yig'inga qatnashayotgan har qaysi ellarning vakillarini Wang Yining hiyla-mekarlik iboralariga aldanmaslik haqida ogohlantirdi. Dolqin Aysa apandim bu vaqt qilgan so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan bevosita aloqasi bo'lgan Wang Yining Münxen Xalqaro Xavfsizlik Kengashi yig'iniga taklif qilinishi Dünya Uyghur Qurultayı nomidan qattiq ayblanganligini bildirdi. Münxen Xalqaro Xavfsizlik Kengashi yig'iniga taklif qilinishini Dünya Uyghur Qurultayı nomidan qattiq ayblaydiganligini bildirdi va Xitoyning Uyg'urlar qartilgan irqiy qirg'inchiligi uzilmay davomlashmoqda. Necha millionlagan mahbuslarning ayollari, ota singillari va onalari xo'rlanmoqda, bosqinchilik uchirmoqda va majbur tug'mas qilinmoqda. Ularning bolalari davlatning yotoqli maktablariga o'rinlashtirilib, majbur assimilyatsiya qilinmoqda. Xitoy tarafidan elib berilayotgan bu xil jinoiy qilmishlarda Wang Yining bevosita javobgarligi bor deb ko'rsatdi. Yig'inning 2-chi kuni, ya'ni 17 fevral kuni tushda Münxen Xalqaro Xavfsizlik Kengashiga chaqirilayotgan Bayerischer sarayining yanidagi Münxen Madaniyat sarayida Dünya Uyghur Qurultayı bilan Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati, ya'ni NED tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi asosida tem qilingan axborot e'lon qilish va Uyg'ur madaniyat san'atini tanishtirish faoliyati o'tkaziladi. Münxen Xalqaro Xavfsizlik Kengashi yig'iniga qatnashish uchun dunyoning har qaysi ellaridan kelgan bir qism davlat vakillari va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining asosli mas'ullari taklif qilinadigan va 2 soatga yaqin davom qiladigan mazkur faoliyatga Uyg'ur qaynam mashribi deb nom berildi. Bu vaqtdagi xabarlarning tafsilotini keyingi qitimliq anglitishimizda diqqatingizga sunamiz. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elfidar Iltabir xonim Amerika Avam palatasining Tomlantis kishilik huquq komiteti chaqirgan chegara halqan bostirish va Amerikaning inkosi mavzuliq guvohlik yig'inida qilgan guvohlik so'zida Amerika hukumatini Uyg'ur qonunlarini to'liq ijro qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik chetishli Xitoy amaldorlarini va Amerikadagi Uyg'urlarga qarshi chegara halqan bostirish harakatlarida bo'lgan Xitoy aktyorlarini jazolash hamda ularni qonuniy javobgarlikka tortishga chaqirdi.
Amerika Avam Palata a'zosi, Avam Palatasi Tomlins kishilik huquq komitetining qo'sh raisi James McGovern bilan Christopher Simsning sohibxonligi va riyosatchiligida o'tkazilgan bu qatimliq guvohlik yig'ini davlat halqigan bostirish harakatlarining doirasi, ko'lami va Amerikaning inkosini kuchaytirishga doir taklif fikrlarni muzokara qilishni maqsad qilganligi bildirilmoqda. Yig'inda guvohlik bergan Alfidar xonimning ta'kidlashicha, Xitoy Uyg'urlar yurgizgan irqiy qirg'inchilikni yoshirishda o'zining chegara halqan bostirishni kuchaytirib, Amerikadagi Uyg'urlarga tahdid silish, qo'rqitish, parakendchilik silish, ularning yurtidagi oila a'zolarini go'riga tutish qatorliq o'zining sodir qilayotgan vahshiylikni yoshirishdan iborat chegara halqan bostirish taktikasida muvaffaqiyatli bo'lmoqda ekan. Alfidar iltabirning ta'kidlashicha, Xitoyning yaqinqi yillardan beri Amerikadagi Uyg'urlarga qaratgan parakendchilik harakati kuchaygan. U Xitoyning Amerikadagi Uyg'urlarga psixologiyalik besim selayotganligini bildirdi. Alfidar mundaq dedi: Xitoyning yangi tashviqot hujumini e'tirof qilish bizning hozir turayotgan vaziyatimizni tushunishda intayin muhim. Xitoy tekshirish punktlarining o'rniga yuqori texnikalik nazoratni almashtirdi. U lagerdagilarni turmalarga o'tkazish orqali bizning vatanni dunyoga normal qilib ko'rsatmoqda. Konkret qilib aytganda, Xitoy chegara halqan parakendchilik harakatlarini Amerikada elib berib qolmay, balki yana yaqinqi yillarda tig'im kuchaytdi. Xitoy izchil Amerika qonunlariga xiloflik qilib, Amerikadagi Uyg'urlarni nishon qildi. Ularni urug' tuqqanlari bilan qo'rqitish orqali Xitoyning irqiy qirg'inchiligini tanqidlashini jimoqtirishga urinishdek psixologiyalik iztirob solmoqda. Guvohlik yig'inida Alfidar xonim mundaq degan: "Mening o'tir qo'ydigan tavsiyalarimning biri shuki, biz qo'limizdagi hozir bor bo'lgan vositalarni ishlatishimiz kerak. Biz Amerikaliklar Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunini ma'qulladik. Biz yana Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunini ma'qulladik. Biz bu ikki qonun orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va vahshiylik chetishli Xitoy amaldorlarini jazolashimiz kerak." Yig'inda yana Erkinlik sarayining muavin prezidenti Nikol Bebnes Sedaka guvohlik berib, chegara halqigan bostirishda texnologiyaning favqulodda rol o'ynayotganligini bildirdi. Nikol Bebnes Sedaka mundaq degan: "Texnologiya chegara halqigan bostirishning tarqalishi va kengishida favqulodda rol o'ynamoqda. Digital supalar va tor mulozimati davlatlarining kishilarni chegaradan halqib nazorat qilish, iz qo'g'lab parakendchilik silish va ijtimoiy aloqa supasi yoki shaxsiy aloqa vositalari kishilarni nishonga olish mumkinchiligiga ega qilmoqda." Yig'inda yana Xitoyning chegara halqan bostirishda xalqaro soqchi tashkiloti, ya'ni Interpolni qo'llanayotganligi muzokara temalarining biri bo'lgan. O'tir Sharq Demokratiya markazining ijroiya direktori Tess McNary'ning ta'kidlashicha, Xitoy Interpoldan foydalanishda uning a'zo istibdod davlatlarini qo'llanmoqda ekan. Tess McNary O'tir Sharq hukumatlarining Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berib, ularni bostirishga hamkorlashganligi, istibdod hokimiyatlar o'tirsidagi bu hamkorlikning bir yer shari bexatarlik masalasi ekanligini qayd qilgan. Tess McNary mundaq degan: O'tir Sharq hukumatlari Uyg'urlarni qaytarib berdi. Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi va Misr Uyg'ur musulmonlarini tutqun qilish ham qaytarib berish orqali Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga hamkorlashdi. Tess McNary'ning ta'kidlashicha, demokratik davlatlar buning o'rtaq inkos qaytarish kerak ekan. Tess McNary mundaq degan: "Men shu nuqtani yana qayta ta'kidlamoqchi. Bu bir davlat bexatarligi ham yer shari bexatarligi masalasidir. Bu bir istibdodning yana bir istibdod bilan hamkorlashishidir. Şoň biz demokratik davlatlar bir-birimiz bilan hamkorlashib, chegara halqigan bostirishga o'rtaq inkos qaytarishni ko'zlashimiz kerak." Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.